Abdullah Tokay degеш biz şimdi özünün büyük şairimizni Peygamberge degen sözler işitile okuyuz. Çünkü şunapta bizning halkqa o Xudoy taoladan indirilgan shaxs deb qabul etiladi. Şunapta agarda terenirek o'tib fikr yuritsak, ne işitgan bar, o'qigan bar aytadilar To'qay bizning xalqimiz yashaganda menga yashayshak deb. Ammo o'tdan qaraganda deb o'ylayman. Men shoir turunda, poeziya turunda, til turunda bilgich bo'lmasam da muzikant olarak tekstlar bilan, she'rlar bilan ishlaymiz, vokal asarlar, shunga ko'ra men diqqat etganim bor. Mening boshqa shoirlardan ayırması ko'pdir deb o'ylayman. Birdan bir xalqchon shoir deb aytamiz. Shuningdek, aning xalqlashish uchun aning ijodida shu xalq ijodi kabi kemalda buyukda turadi deb o'ylayman. Niçin deganda mana bu shoirlar endi ritmlar bilan tuzilishi var bitindi. İki strafanın birga zımındağına men dikkat etganim var. Strafa bilan strafa arasında bütün yollarında her bir avaz, her bir icik to'la bir garmoniya to'dira, jırlab tura degandey. Şunga ko'ra men o'ylayman, o'zdan qaragandagina bizning xalq yashaganda yashaydi degan fikr bilan kelisha olmayman. Bizning xalqning tili erib, bizning xalq erib bitsa-da deb aytmoqchi bo'lam, shunday qiyu fikrni To'qay har vaqtda da bir qachon aning ijodi yo'qolmayacak, hamon yashayacak. Butun Turkiya dunyosi uchun u bizga tatarlarga yaqin bo'lganday bar xalqlarga o'z xili andarsin. Tag'inda so'zimni jiplab shuning uchun aytaman. U o'zida aytgani bor bitin deb men qo'yib qo'ygangina shoir tugul deb. O'zini o'zi maqtab söylemas endi u. Ama benim oyimcha o shoirgina tugul, aqliyasi. Mana Sokratlar, Konfutsiylar kabi shu darajada aqliyasi. Mudriy deylar, mudres deylar ruslar, filosof deb aytmayman. Niçin deganda mana g'amiriga o'rlikka bo'linlar, bugungi kunga qadar gil tarbiyaviy kishga ega bo'lgan. Men o'zim mana o'zimga bola chaqdan aniyimning tarbiyasini shunda ko'raman. Bola chaqdan bilmagan bizlarda. Tep negizi tarbiyaning anilari bizning bir menikigina tugul endi ul bunlar. Shu xalq aytimlari, xalq maqollari birdan bo'lsa negizini tashkil etadi. Ikkinchidan To'qayning shunday g'ibratli fikrlari hamda Qur'on so'zi. Bunun bilangina cheklanmay albatta. Mana shuni men umr bo'yi sezib yashadim. Nendagina ishroqlar bo'lmasin. Aytik masaya başlasan, masay masinetinin bayılığı bilen deyip, bek yalqavlansan, qatayıp qatqaç bunlar iş biliyor, uğaysız o. Ben şunu bitmezdi kenmesenin akıl iyisi ikendigi bar nersede şağıla. Şuna göre aytam o gımirge, bütün gımirge o şu akliyeleri kibik, tilini biz bilen Greklerini bilmesek de, Kıtayını bilmesek de biz bilgen şekilde şunday aqliyelerin o da şunday büyüklerin birisi bola. Şuna göre benim oyumcha eng kuchli bizning bütün ruhimizga, bütün yaşayışımızga singan shaxs ansız ayırıp qararga da bo'lmaydi. Haligi bunlarni bigrakda bugungisi hozir shunday davrda yashaymiz. Hozir shoir xalqsiz, xalq shoirsiz de qolirga mumkin. Ana biz ko'z oldinda bu vaqtligina shunday bizning hozirgi zaman shavqimigadir deb o'ylayman. Bulay dunyoda
Küpler için, eğer dağlar için tırmışı, kıymetçiliği kadirliyken tukaysız güzelliğine de getirip bulmayı dünyanı, ruhi tırmışını hem başkası barlık.